animesidagi hamma ko'zlar va ularning kuchlari haqida aytib beraman. Sharingan bu Uchiha klaniga tegishli bo'lgan dojutsu. Dojutsu degani ko'z texnikalari, ko'z jutsulari. Uchihalar Sharinganni o'qish uchun kuchli hissiy zarba yoki stressli boshda kechirish kerak. Masalan, Sasuke Uchiha oilasi qirilib ketganini ko'rgandan keyin Sharinganni yongan. Sharinganni bir necha kuchi bor. U texnikalarni ko'chirib ola oladi. Kuchli genjutsu yaratishga yordam beradi. Ko'rish qobiliyatlarini yaxshilaydi va raqibning harakatlarini o'qish, ozgina kelajagini ko'rish qobiliyatini ham beradi. Sharingan juda ham foydali dojutsu. Agar siz Uchiha bo'lmasangiz ham uni olishning iloji bor. Buni bizga Kakashi isbotlagan. Sharinganning bir necha rivojlanish darajalari bor. Birinchi marta ko'zlar yonganda ular bir tamoyalik bo'ladi va u faqatgina taijutsu texnikalarini ko'chirib ola oladi. Ikki tamoyali Sharingan. Uning yordamida taijutsu va ninjutsu texnikalarini ko'chirsa bo'ladi. 3 tamoyali Sharingan bilan taijutsu, ninjutsu va genjutsu texnikalarini ko'chirsa bo'ladi. Va oxirgi rivojlanish darajasi bu Mangyoku Sharingan. Mangekyo Sharingan. U juda ham kamyob ko'zlar bo'lib, uni yoqish uchun Uchihalar o'ziga yaqin bo'lgan odamni o'limini ko'rish kerak. Masalan, Itachi Uchiha o'z Mangyokusini uni do'sti Shisui o'zini tepaligidan tashlaganini ko'rgandan keyin yongan. Постой, Шисуи! Шисуи! Mangyoku Sharingan kuchlari har bir Uchiha uchun har xil. Masalan, Itachi Uchihaning o'ng ko'zining kuchi Amaterasu, qora olov. Uni kuchi uni o'chirib bo'lmaydi va u olovni ham yoqib yubora oladi. Amaterasu. Chap ko'zida esa eng kuchli genjutsu texnikasi Tsukuyomi. Bu texnika yordamida Itachi Uchiha raqibini xohlagancha qiynaydi va u genjutsu ichida vaqtni cho'za oladi. Masalan, u Kakashi bilan jangida 1 soniyani 3 kunga cho'zgan. Va 3-kuch Uchiha ikkala ko'zdagi kuchlarni o'rgangandan keyin unga 3-kuch ochiladi. Bu Susanoo. U Uchihaga juda ham kuchli himoya va hujum kuchini beradi. Masalan, Madara Uchiha o'z Susanoosi bilan bir zarbada tog'ni bo'lib qo'ygan. だが、奴はもういない。それもお前らにとっては帰ってよかったと言えるかもしれない。なぜなら。Ammo Mangyoku Sharingan ko'p ishlatilsa, u o'z egasini ko'r qiladi. Ammo bu zaifligini yo'q qilish yo'li bor. Butun umrlik Mangyoku Sharingan. Uni olish uchun o'z Mangyoku Sharinganni yoqqan Uchiha, Mangyoku Sharingan yoqqan ukasi yo akasini ko'zini olish kerak va unda butun umrlik Mangyoku Sharingan yonadi. Sasuke! Sen bana yengi yorulgin bo'lasa, Uchiha shuni qanday iflos qilar? Keyin ko'zlarga o'tamiz. Bu Hyuga klaniga tegishli Byakugan. Uni yoqishning yo'li bitta. Hyuga bo'lish kerak. Hyuga klaniga tegishli bo'lmagan odam Byakuganni yoqa olmaydi. Uni kuchlari ko'p. Uni yordamida 360 gradus ko'rsa bo'ladi va devor ortidan ko'rish, odam ichini ko'rish qobiliyatlarini beradi. Uni yordamida chakra oqimlarini ko'rsa bo'ladi va chakra yo'li nuqtalariga urib, raqibni shol qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin ko'zlarga o'tamiz. Bu ilohiy ko'zlar, Rinnegan. 世界に痛みを神羅転生 Uni yoqish juda ham qiyin, chunki uni yoqish uchun 6 yo'ldan olish kerak bo'ladi. Madara shunday yo'l bilan yoqqan. Rinnegan kuchi juda ham ko'p. Birinchisi gravitatsiyani boshqarish. ここより世界に痛みを神羅転生 Uni
Ikkinchisi tanani mexanik qurollarga aylantirish. Uchinchisi ruhlarni tortib olish va raqibni xayolini o'qish kuchini beradi. キュービの情報は持っていないか。 To'rtinchisi turli xil mavjudotlar va hayvonlarni chaqirish jutsusini beradi. 寄せの術。 Beshinchisi har qanday chakrali hujumlarni himoya qilish jutsusini beradi. Oltinchisi odamlarni so'roq qilish yoki davolash imkonini beradi. Yettinchisi Rina Tensei o'liklarni tiriltirish imkonini beradi. Va yana Rinnegan egasi hamma chakra tabiatiga ega bo'ladi. Olov, suv, tosh, shabol, chaqmoq va boshqalari. 烈風症 Va biz keyingi ko'zlarga o'tamiz. Stop. Video davom etishidan oldin shu videoga like va podpiska bosib qo'y. Bosdingmi? Endi esa davom etamiz. Va biz keyingi ko'zlarga o'tamiz. Bu Rinne Sharingan. Uni yoqish uchun siz 10 dumli jinchurikka ega bo'lishingiz kerak. Uni kuchi Rinnegan va Sharinganning barcha kuchlarini beradi. Bu ko'zlarga ikkitagina odam ega bo'lgan. Madara Uchiha va Chakra mabudasi Otsutsuki Kaguya. Va men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.